Hammaga assalomu alaykum. Mani ismim Marasulov Yusuf. ASP.NET Core MVC bo'yicha tezkor kursga xush kelibsiz deyman. Agar siz ASP.NET Core bilan ilgari tanish bo'lmagan bo'lsangiz yoki uzoq vaqtdan beri ishlamagan bo'lsangiz, bu tezkor kurs siz uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Bu kursda biz noldan boshlab 3 soat ichida tayyor web ilova yaratamiz va ASP.NET Core'da ko'plab asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu loyihada kompyuter texnikasini sotadigan onlayn magazinda admin panelini yaratamiz. Ya'ni mahsulotlarni va ularning kategoriyalarini boshqarish uchun ishlatish mumkin bo'lgan web ilova yaratamiz. Bu to'liq funksional, ya'ni ishlab chiqarish darajasidagi dastur bo'lmaydi, balki kichkinagina dastur bo'ladi. Bu kursda oxiriga kelib, o'z veb saytimizni yaratib olamiz. Fayllarni manba sifatida GitHub repozitoriyda silka tashlab qo'yaman. Shulardan foydalanish mumkin bo'ladi. Biz qamrab oladigan asosiy mavzular quyidagilar. .NET CLI yoki komandalar satri interfeysi bilan ishlaymiz. Model View Controller patterniga asoslangan. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun Entity Framework Core ishlatamiz. Reserve sintaksisi va tag helperlarni ko'rib chiqamiz. Hamda autentifikatsiya uchun ASP.NET Identity ni ko'rib chiqamiz. Bu tezkor kurs tushunarli bo'lishi uchun ba'zi bir narsalar bilish kerak bo'ladi. Birinchisi bu web so'rovlar, ya'ni request va responselar haqida tushunchasi bo'lishi kerak. Undan keyin HTML va CSS haqida tushuncha bo'lishi kerak va C# asoslari haqida oz-moz tushuncha bo'lishi kerak bo'ladi. Kompyuterda ASP.NET Core 6 dan tepasi o'rnagan bo'lishi kerak. IDE sifatida Visual Studio o'rnagan bo'lishi kerak. Agar u yo'q bo'lsa, VS Code yoki Riderdan foydalansa ham bo'ladi. Endi shu biz yaratmoqchi bo'lgan onlayn shop admin saytini qanday bo'lishini ko'rib chiqsak bo'ladi. Saytimizga Bootstrap temalari berilgan, ya'ni ko'rinishi Bootstrapda o'zgartirilgan. Saytning yuqori qismida navbar, ya'ni navigatsiya paneli bo'ladi. Unda mahsulotlar, kategoriyalar va ma'lumotlar bazasidan olingan mahsulotlar haqidagi havolalar bo'ladi. Shuningdek, privacy havolasi ham bor. Bu sahifa standart sahifa, loyiha yaratilganda yaraladi u. Ro'yxatda o'tish va tizimga kirish uchun havolalar ham bor. Mahsulotlar va kategoriyalarni ko'rish uchun foydalanuvchi tizimga kirgan bo'lishi kerak. Biz hozir yangi foydalanuvchi yaratib olamiz. Uni ro'yxatdan o'tkazamiz. user.com deb yozib qo'yaveraman. Parolda kamida 6 ta belgi bo'lishi kerak. Shuni yozaman. Elektron pochta tizimi sozlanmagani uchun oddiy silka chiqadi. Akkauntni tasdiqlash uchun uni bosaman. Endi mahsulotlar bo'limiga o'tsam, tizimga kirish uchun login parol so'raydi. Login parolni kiritib tizimga kirganimizdan keyin mahsulotlar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mahsulotlar ro'yxati, yangi mahsulot hosil qilish tugmasi, mahsulotlarni tahrirlash, o'chirish tugmalari mavjud. Agar tahrirlashni bosib, mahsulot narxini mingdan ko'p qilib yozsam, validatsiya xatoligi chiqadi. Bundan past qilib yozaman. Saqlash tugmasini bossam, mahsulot saqlanadi va biz yangilagan narx ro'yxatda ko'rinadi. Yangi mahsulot yaratib ko'rsak ham bo'ladi. Bu yerda istalgan yozib yozishim mumkin. Mahsulot nomiga yangi mahsulot deb yozaman. Mahsulot tavsifiga ham yangi mahsulot deb yozib qo'yaveraman. Narxiga 500 kiritaman. Saqlamoqchi bo'lsam, kategoriya tanlanmagan deb xato chiqardi. Kategoriyasini tanlab saqlayman va mana mahsulotlar ro'yxatida pastki qatorda hozir yaratgan yangi mahsulotimiz turibdi. Bu joyda yana batafsilni ko'rish mumkin. Bu yerda mahsulot haqida batafsil ma'lumot chiqadi. Mahsulotni o'chirish mumkin. Delete tugmasini bossam, mahsulot o'chib ketadi va ro'yxatda ko'rinmaydi. Kategoriyalarda ham xuddi shunaqa kategoriyalar ro'yxati chiqadi. Yangi kategoriya hosil qilib ko'ramiz. Agar mahsulotlar bo'limiga o'tsam va yangi mahsulot yaratmoqchi bo'lsam, endi yangi qo'shilgan kategoriyamiz ro'yxatda paydo bo'ladi. Oxirida shu foydalanuvchini profilini ko'rib chiqsa ham bo'ladi. Uni o'zgartirish imkoniyatlari bor. Bu tezkor kursda asosan shularni yaratishni ko'rib chiqamiz. Kirish qismimiz asosan shulardan iborat. Umid qilamanki, bu kurs sizga ozgina bo'lsa ham foyda keltiradi. Yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.